Ushbu transport vositasini to'xtatish choralarini ko'rib, to'xtatib tekshirganimizda haydovchi hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib transport vositasini boshqarganligi aniqlandi. Tafsilotlarni ko'rib turgan ushbu Cobalt rusumli transport vositasini yo'l-patrul xizmati inspektorlari to'xtatish uchun tekshirganda haydovchidan spirtli hidi anqib turganligi uchun haydovchini tibbiy tekshiruvga taklif qildik hamda haydovchi alkotester qurilmasi orqali tekshirilganda haydovchini spirtli ichimlik ichganligi ma'lum bo'ldi. Hozirda haydovchiga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rilmoqda. Tasvirlarda ko'rib turgan ushbu Gentra rusumli transport vositasi Andijon shahrida maxsus reyd tadbiri o'tkazish davomida yo'l-patrul xizmati inspektori tomonidan to'xtatildi. Lekin haydovchi xodimning qonuniy to'xtatish chorasiga bo'ysunmasdan ketib yuboradi. Hamda tegishli choralarni ko'rib, ushbu transport vositasini to'xtatganimizda haydovchining tegishli hujjatlari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Hozirda haydovchiga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rilmoqda.